qism. Absolut eshitish. Shunday qilib imtihondan yiqilmoqchimisan? Yo'q, ota. Vibratoyingga nima bo'ldi? Qo'lingni ber. Senga qancha pulim ketayotganini bilasanmi? Mana bu kostyum, mana bu skripka. Sendek qobiliyatsiz bolaga har kuni ketkizayotgan vaqtim. Menga shunday rahmat aytasanmi? Imtihonga borib, o'zingni meni sharmanda qilmoqchimisan? Yo'q, ota. Sizni uyaltirib qo'ymayman. Asosiy uchlik akkordning 8 akkordida qaysi tovushni takrorlab bo'lmaydi? Bas. Xo'sh, qaysi uchlik akkordning asosida kichik tertsiya yotadi? Minorning. Akkordda Gustav, qandaydir jo'natma keldi. Ular adashishmadimi? Yo'q. Ular adashishmagan. Nihoyat u keldi. Faqat buni o'sha revolverdimi? Xuddi o'zi. Biz uni sotib olmaymiz degandik-ku. Ha, men fikrimdan qaytdim va boshqa qarorga keldim. Uni hali qaytarib yuborsa bo'ladi. Men qaror qabul qildim. Aytganingdek, azizim. Ajoyib asbob. Bu Smith & Wesson 44-kalibrli. Meni tanishim Benning koltidan ancha zo'rroq. Hatto kayfiyatim ko'tarildi. Bor, buni tashlab yubor. Bunaqa ishlarni xizmatkor qilsa bo'lmaydimi? Demak, akkord, re, fa, diez, la. Qaysi maqomlarda u dominant bo'ladi? Sol major va minor. Sebastian, sen yana yig'layapsanmi? Yo menga shunday tuyuldimi? Yo'q, oyi, unday emas. Yaxshi, dadang xonangni tekshirishni tugatay deb qoldi. Bu safar hech narsani yashirib qo'ymagansan deb umid qilaman. Xona to'liq muvaffaqiyatli tekshirildi. Rahmat, Roft. Sebastian, sen haqiqatdan ham meni bu yerdagi ishim seni axlatini tashlash deb hisoblaysanmi? Men unday deb o'ylamayman. Lekin sen shunday deding. Xayrli tun. May, ertaga imtihon. Uni deb xavotirlanmayapman. Uni osongina topshirib, eng zo'rlar qatorida bo'laman. Balki eng zo'ri bo'larman. Faqat ayni bugun qadrli dadajonim juda berilib chizg'ich bilan urgan qo'lim pand bermasa. Lidiya bu imtihonni qanday topshirgani esimda. Ancha yaxshi natija edi. 3-o'rin. Balki agar men 1-o'rinni olsam, dadam menga betayinga qaragandek qaramasdan meni hurmat qilishni boshlar. Yashirin joyim yaxshi. Dadam himoyani 1-bosqichini 2 oydan beri o'ta olmadi. Ikkinchisiga hali bir marta ham yeta olmagan. 3-sini gapirmasa ham bo'ladi. Men bank binosini deyarli bitirdim. Uning tomi o'zgacha ekan. Xuddi lampa qismiga o'xshaydi. Lekin bizning uyda hatto kuyib qolgan lampani ham topib bo'lmaydi. Ularni doim Roft almashtiradi. Agar qayerdadir lampa yo'qolib qolsa, hamma shubha darrov menga tushadi. Uni ko'chadan topishga to'g'ri keladi. Yana ustunlar uchun bir ikkitagina tugma topish kerak va daryoni o'xshatish uchun plastik bo'lagi bo'lganida edi. O'zi bog'dan sal uzoqroqqa, hech qachon bo'lmagan joyimga borishim kerak edi. Shunda shahar maketini qanday tugatishni tushunardim. Lekin otam u yerga borishga qo'ymaydi. Axir u yerda nomunosiblar yashaydi. Qiziq, qadrli otajonim.
O'zingiz ham doim munosib bo'lganmisiz? Siz ham dadangiz chizg'ich bilan urganida munosib chidaganmisiz? Agar sizni yotoqqa bog'lab, qarshingizda chizg'ich emas, beysbol bitasini ushlab turishganida o'zingizni xuddi shunday tutib turarmidingiz? Yoki yuzingizda qo'rquv paydo bo'larmidi? Chanog'ingizga tortilgan bu ikkislamachi niqobingizni ko'rishni juda ham istardim. Roft, tezroq bo'l. Yana shu qobiliyatsiz o'g'lim imtihonga kechkishi yetmay turuvdi. To'g'risini aytsam, unchalik ham yeyishni... Bu haqda o'ylash xayolingga ham kelmasin. Likopchangni bo'shatib qo'y. Suli yormasi, Ser Sebastian. Ser, bugun vannani tozalayotib, sochiqlarni biroz ertaroq almashtirmoqchi bo'ldim. Ularning orqasida esa bu bor ekan. Buni tashlab yuborgin deb buyurgandim-ku. Ha, lekin juda kech edi. Men qorong'uda ko'chaga chiqmoqchi emas edim. Shunga ertalab tashlamoqchi edim. Roft, axlatga. Meni o'rnimni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldingmi? Sutak. Imtihoning soat 11 da boshlanadimi? Ha, Lidiya. Lekin seni nima ishing bor? Chunki borib ko'rmoqchiman. Qo'lim og'riyapti. Rofni jahli chiqyapti. Lidiya keladi. Ha? Oppa, buni qaranglar. Bu nima ekan? Singan lampami? Tagi ham ajoyib ekan. Banka qopqog'iga o'xshaydi, to'g'rimi? Bu yoqqa ber. Nima, bu senikimi? Unda olib pishirib yermidim, og'ayni? Nima siyib qo'ygandek turibsan? Men siyib qo'yganim yo'q. Ha, bilaman. Chunki bu yerga men siydim. Hey, meni ismim... Seni isming meni qiziqtirmaydi. Skripkim bor ekan, og'ayni. Eshitishing yaxshi shekilli. Meni eshitish qobiliyatim absolyut. Senga lampani tagi nimaga kerak? Nega menga yopishib olding? Men senga? Ortimdan yuribsan. Men ortingdan yurayotganim yo'q. Shunchaki sen ham men yurayotgan tarafga yuryapsan. Ha! Men konservatoriyaga kirish imtihoniga ketyapman. Men ham? Sen? Lekin sen... Nima? Sen musiqachidek ko'rinmaysan. Musiqachi qanday ko'rinishni o'zi hal qilsa bo'lmaydimi? Ketdik. Kech qolamiz bo'lmasa. Xo'sh. Gustavning ham o'g'li shu yerda ekan. Lidiya ham bizni tashrifi bilan xursand qildi. Ukamni kuzatib turibman. Xo'sh. Hamma shu yerda, faqat Voy, uzr, hojatxonalarda qolib ketdim haligi. Menimcha yomon narsa yeb qo'ydim-ku. joyizga o'tiring. Ana bu yerda o'tirsam maylimi? Yo'q. Ha, albatta. La'natda. Gapingga to'laqonli qo'shilaman. Bu ahmoqni kim bu yerga kiritdi o'zi? Iste'dodlilar bilan o'tirish bu iste'dodli degani emas. Excuse-moi, monsieur. Yana bir marta salom, marslik. Nima? Uni taniysanmi? Yo'q. Ha, axlatxonani oldida tanishdik. Xullas, tinchgina siyib tur. Ovozingni o'chir. Sebastian. Musiqachilar oilasidan bo'lganingiz uchun birinchi bo'lib imtihon topshirishga nima deysiz? Mamnuniyat bilan. Tabriklayman, Schwagen-Wagens. O'qishga qabul qilindingiz. Men qanchalik yaxshi topshirganimni bilmoqchiman. Eng yaxshilardanmanmi? Buni hech kim bilmaydi. Axir birinchi bo'lib topshirdingiz. To'g'ri. Lekin tan olishim kerakki, 20 yil ichida birinchi marta bunchalik iqtidorli o'quvchini ko'rishim. Rahmat sizga. Natijalarni kuting. Kirish imtihonlari natijalari bo'yicha eng yaxshi o'quvchilar ro'yxati. Sen ikkinchisan. Kim mendan o'tib ketdi? Kim bu? Har... Kechirasiz, uzr, pardon.
Uhu! Birinchi o'rin. Shu chuvalchang sendan o'tib ketdimi? Xudo haqqi, otamga buni aytma. Nega jim turishim kerak ekan? Hech qisi yo'q, xavotirlanma o'g'lim. Keyingi yil kirasan. Qara qanday siqilyapti. Menimcha uyam yiqilgan. Salom. Hoziroq ko'z oldimdan yo'qol. O, balki ham deb o'rarsan. Pashul. Chal. Yengillashdimi? Yo'q. Qanday qilib birinchi o'rinni olding? Shu menga savollar berishdi, men javob berdim. Juda qiyin narsalarni so'rashmadi lekin. Mana masalan mendan akkordlar va sekstalarni so'rashdi. Men esa unga ta 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 ta. Nima? Bu yana qanaqa safsata? Axir majordagi 2 marta orttirilgan kvinteseks bu minordagi 2 martalik dominantning kichik kirish kvinteseksda. Tertsiyasi esa o'zingga bahoying kabi tushirilgan. Minorda orttirilgan terts kvart esa 2 marta dominantning hali ham qurimabdi-da. Terts kvart tushirilgan kvintali, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ko'ngling tinchidimi? Menmi? Men baxtliman. 100 tadan bitta imkoniyat. Rost omadim keldi. 100 tadan bittasi deganing nimasi? Bilsang agar, bu meni tekinga o'qishimni sharti edi. Men yoki birinchi o'rinni olib o'qishga kiraman, yoki kirmayman. Nima? Nega? Men axir musiqa maktabida o'qimaganman. Pulimiz ham yo'q. Konservatoriyada esa birinchi o'rinni byudjetli deyishdi. Ota-onang sendan faxrlansa bo'ladi. Chamda. Onam bunga qarshi edi. U meni tezroq qaysidir bitta zavodga ishga kiritishni xohlagandi. Eshit. Tanishuvimiz yaxshi bo'lmadi, lekin biz musiqada kelishimiz mumkin. Mana. Men baxtni 6 yoshimdan beri chalaman. Butun umr baxtni chalishing mumkin. Bundan nima foyda? Lekin sen uni eshitishni o'rgansang. Axir unda skripkalar, violonchellar va oktabas. Bu bitta odam torni chalsa, ikkinchisi esa Xabarim bor. bu plastinka oddiy bax emas. Babax! Bu seni miyangni portlatadi. Mayli, men ketdim. Meni yana ko'rish xohlamasang, mashina urib ketishini tila. Gapimni qaytarib oldim, tilama. Hayolingda nima borligini kim bilsa onasi deymiz. Xo'sh, kirish imtihoning qanday o'tdi, o'g'lim? Muvaffaqiyatli. Eng zo'rlardanman. Bu nima? Bax, Oktobasli orkestr. Bu plastinkadagi musiqaga yetish uchun sen qancha harakat qilishing kerakligini bilasanmi? Sen xohlagancha Baxtni eshitishing mumkin, lekin uni chala olmasang, Men eng zo'rlar qatoridaman, ota. sen faqatgina ikkinchisan. Lizi 3-chi edi. Pastkashlik. Solishtirib ham o'tirma. U qiz bola. Yana unda jiddiy raqiblar bor edi. Sendan farqli ravishda o'g'limni qandaydir yalangoyoq ortda qoldirganiga ishona olmayman. U yana o'sha yalang'och bilan do'stlashdi. Men u chuvrindi Sebastianni eshikkacha kuzatib qo'yganini ko'rdim. Tasdiqlayman. Yalang'ochni o'zi u bilan axlatxonani oldida ko'rishganini aytdi. Qani, cho'ntaklaringni ag'darchi. Bu nima? Yana uyga qandaydir axlatlarni tashyapsanmi? Qo'lingni ber. Tezda! Rahmat, Roft. Shirin tushlar ko'ring. O'ylaymanki uyga burgalarni olib kelmadingiz. Burga? Nimaga faqat burga? Balki uyga xayr ham olib kelarman. Tif, qichima, o'lat. Ataylab hammangga yuqtiraman. Hammangiz o'lib ketishingiz uchun.
bu musiqaga yetishing uchun yana qancha borligini bilasanmi? Bax emas, babax.